Eski shahar hududida 3 xonali uyni 90 ming, 95 ming deb turishgan bir paytda men sizga novostroyka, mebel texnikalari bilan, yevro remonti bilan 3 xonali, даже kvadraturlarnikidan kattali 78 kvadratli novostroykani 3-etajdan срочный sotiladiganini mana shunaqa aytayotganimda, mebel texnikalari bilan 91.900 dollarga ko'rsataman. Bu oshxonasini ko'rdingiz, bu yoq taraf zali bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yoq kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Uy ichida konditsioner, pensioner hamma narsalar qo'yilgan. Даже eshiklari ham qimmat baholardan qo'yilgan. Xonalar bu yoq taraf razdelniy, vannasi ham razdelniy ko'rib turganinglardek, hojatxonasi ham razdelniy bo'ladi. Bunisi bo'lsa yana bitta ota-onalar, kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Xullas joyiga keladigan bo'lsak, Qorasaroyda joylashgan, Chinni zavodda o'rnida qurilgan novostroykalar 3-etaj, срочный narxlarda bo'yatganda hamma informatsiyasini boshda aytib qo'ydim-ku. Yaqinlaringizga shunday tarqatib yuboringlar. Eski shahardan, Dashi, Sergeli, Chilonzor rayon, shaharni chetro rayonlaridan oladigan narxingizda men sizga срочныйsini ko'rsatyapman. Yaqinlarga tarqatib yuboringlar. Ma'qul kelganlar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, sog' bo'linglar.